Assalamu alaikum hörmətli ustazlar. Mən Təfida Ufur. Yaponiyada doğulub Muşerdə yaşayıram. Bu yıl 8 yaş. 3-cü yılda oxuyuram. Mən ana dilimdə Natiq degan temisidagi musobaqaga qatnaşqanımdan pek xushal boldum. Hazır sizlarga kutubxona nemişqa shuncharatli degan temada so'zlab bermoqchi. Chunki men kitap o'qishni pek yaxshi ko'raman. Temel ish kunlari ota-onam bilan kutubxonaga davomli berib turamiz. Qachon borsam shundak ozoda. Kitaplar turlari bo'yicha replik tizilgan. Odamlar ko'p bo'lsa-mu shundak tinch. Yana dahi kitap o'qiy olmaydigan fuqarolarga rasmli kitaplarni qisqaroq o'qib beradigan oqash ojichlarmi bor. Ba'zida bizdek bolalar uchun kitap yozgan yozuvchilar kitap o'qib, har xil faoliyatlarni o'tkazib, savollarimizga javob berib, bizni pek xush qildi. Bir kuni muallim har xil kasbdagi kishilarning xizmat tuzumlari yozilgan bir materialni bergan. Shuni o'qib, kutubxona nemişqa shuncharatli degan savolimga javob topdim. Ular yarım saat burun ishga chiqib, kutubxonani pokis tozalab, kitaplarni ratlab, tayyorroq qilib turdigan. İşga tushgandan tortib to'xtamay kishilar uchun topolmagan kitaplarni tepishib berib, o'rniga qo'yilmagan kitaplarni ratlab, kitap ariyat olganlarninkini tizimlab berib, qaytarganlarninkini topshiriq elib degandek nurg'un ishlarni qildigan. Bular dunyoda qaltis odamlarning ko'p bo'lishi uchun shundoq ishlaydigan. Men ba'zida kitaplarni bo'lib joyiga qo'ymaydigan vaqtimi bo'lgan. Lekin endi herkes undoq qilmaydigan bo'ldi. Men cho'ng bo'lganda doktor bo'lash orzuyim bor. Yana bir orzuyim ana tilimni yaxshi o'rganib, yaxshi kitaplarni tarjima qilib, vatandagi do'stlarga nochi kutubxonadan bir necha sovg'a qilish. Hammanglarga rahmat. Allohga emanet. Biz tövende Yaponiyadan qatnaşkan kichik mayirimiz Təfida Ufur'un anlab chiqdik. Təfida singlimizninki eng avval sani kirgandan keyingi boshlashi intayin yaxshi. Kiyim kichiki, turishi, sahnadagi umumiy qiyofati, salom qilishlardan tortib, shu nutq kirish qismi alohida yaxshi bo'ldi deb o'yladim. Bundan keyin o'ziga nisbatan tanlagan temasini meni alohida bir jalb qildi. Chunki kutubxona nemish kerak deb bu yoshda kutubxonaga berishi, kutubxonani tuzitishi, kutubxonadek shundoq bizga bilim, ma'naviyat zo'r beradigan yaxshi bir temani kichik yoshida shuni farq etib, tanlab, shuni bizga nutq qilib sunganligida men intayin sevindim. Undan keyin shu urug'isi, intonatsiyasi, tiniq elishi, jumlalarni to'xtatishi intayin yaxshi va hissiyotini o'ziniki chiroy ifodasi bilan nayt yumshoq va siyliq bir tilda nayt hissiyot yaxshi ifodalab bergan deb o'yladim. Undan boshqa nutqiniki mazmunining bag'lanishchanligi intayin yaxshi. Ba'zi yerda sal to'xtab qolgandek bu qismi, lekin nutqiniki umum sifatida hech qanday bir ta'sir ko'rsatmagan, boshqa nayt yaxshi bir nutq bo'ldi deb o'yladim.